Toshkent viloyatida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan fuqaro va uning Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 1998-yilda tug'ilgan sherigi ijtimoiy tarmoqlar orqali Jizzax shahrida yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib, unga soxta 100 AQSh dollari kupyurali jami 50 ming AQSh dollarini 65 million so'mga sotishga kelishishadi. Shundan so'ng ular Jizzax shahriga borib, xaridor bilan telefon orqali muloqot qilib, unga qalbaki pullarni shahar hududidagi xufiya joyga qoldirib ketishlarini aytishadi va kelishilgan summadan 39 million 200 ming so'mni oldindan plastik kartochka orqali olishadi. Ammo ular qalbaki valyutalarni belgilangan joyga qoldirmasdan xaridorni aldab, Toshkent shahriga qaytib ketayotgan vaqtlarida Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan Do'stlik tumanida ushlanib, ular ketayotgan avtomashina salonidan to'lov vositasi sifatida qabul qilib bo'lmaydigan 51 ming AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Tashlab bergan plastik puli turibdi. O'zimizni mana mashina dollar bor. Xizmatning Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari tomonidan poytaxt hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Buxoro viloyatida yashovchi 1949 va 1984-yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs hamda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro o'zaro til biriktirib, chet davlatda tayyorlangan har biri 100 kupyurali qalbaki 50 ming AQSh dollarini haqiqiy 25 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarda qo'lga olindi. Tezkor tadbir o'tkazildi. Nima maqsadda ko'rishdingiz? O'tkazmoqchi edim. Qancha nima? 50 ming. Qalbaki 50 ming AQSh dollari, shumi? 25 mingga 50 ming sotdingiz. Ta'kidlash lozimki, ularning uchalasi ham muqaddam sudlangan shaxslar hisoblanadi. Toshkent shahrida qayd etilgan yana bir holatda Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan shaxs xorijdan keltirilgan 50 va 100 AQSh dollari kupyurali soxta 45 ming AQSh dollarini xaridorga haqiqiy 25 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida uning noqonuniy harakatlarga chek qo'yildi. Boshqa holatda esa Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 1983-yilda tug'ilgan shaxs va Toshkent viloyatining Parkent tumanida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro qalbaki 10 ming AQSh dollarini xaridorga haqiqiy 8 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarda ushlandi. Olib keldingiz? Qancha pul olib keldingiz? Bir pacha olib keldim. Nima edi u? Qalbaki puli. Qalbaki dollari. Qancha oldinglar bu yerdan? 8 ming gaplashilgan. Qalbaki valyuta bilan bog'liq jinoyatlar Namangan viloyatida ham qayd etildi. Jumladan Chortoq tumanida istiqomat qiluvchi 1991-yilda tug'ilgan muqaddam bir necha marotaba sudlangan shaxsning ko'rsatmasi bo'yicha uning 1995 va 2001-yillarda tug'ilgan 2 nafar sherigi qalbaki 30 ming AQSh dollarini xaridorga haqiqiy 19 ming 500 AQSh dollariga sotgan vaqtlarda Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Qora paketdagi tezkor tadbirga jalb qilingan haqiqiy 19.500 dollarni olib kelgan sizga, to'g'rimi? Siz sotmoqchi bo'lgan pullar 300 ta falsifika dollar, to'g'rimi? Boshqa holatda esa Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda 88 dona 50 AQSh dollari kupyurali va 44 dona 100 AQSh dollari kupyurali jami 8800 AQSh dollari miqdoridagi qalbaki chet el valyutalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. 44 ta 100 kupyurali AQSh dollari hamda 88 ta 50 kupyurali. O'zbekistondagi Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlar qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.